Yumshoq. Siz necha yildan beri olyapsiz uchoqning yer bilan? 17 yil. 17 yil bo'ldi boshlangan. 9 yildan beri ozab yerdim. 2 yillar chamasi bo'ldi. 5 yildan beri. Qanday boshlangan kasallik? Yangi kelindim. Turib tuk urardi. Tishtimikan deb tishga tekshirtirdim. Men tish doktorda operatsiya qilardim. 40 ta ishni. Ichkarisidan ketishdi. Unda ham bo'lmadi. Boshlanishi tishimda og'riq bo'lib shundan boshlandi. Tish og'riyapti deb o'yladingiz. Tish og'riyapti deb tishlarni hammasini oldirib, suyaklarigacha qirdirib, tagini ochib, qolib ketganda suyagini ham qirishdi. suyaklarni ham qirdi, chiriganmi, suyak chirigan deb. Shunda ham to'xtamadi. Sizni qayeringiz og'riq bo'ladi? Yuzimda, Qayerda aynan deb chegaralari bilan ko'rsating barmog'ingiz bilan? bu yoqqa uradi. Miyim Boshlanishi qayerdan boshlanadi? bu yerda. Yuqori jag sohasidan boshlanadi. Xo'p. Og'riq nimaga o'xshaydi? Tok urganga. Tok urganga o'xshaydi. Qancha vaqt davom etadi? 1 minut. Sizda og'riq qayerda bo'lardi? Tilimda tagida, yonida, tishim bilan yuzim Qanday og'riqingiz? juda ham qattiq og'riq. Endi tushuntirib bera olmayman. Buni sanchiganga o'xshab ketadi, to'kurganga o'xshab. Qayerlarda davolandingiz? O'zimizda Surxondaryoda, Toshkentda davolandim. Borgan sari kuchayib, keyin pristup beradigan bo'lib qoldi. Chetash iloji bo'lmay qoldi, dorilar ta'sir qilmayapti. Nechta ichadigan bo'lib qoldingiz kuniga? Bir kunda 10 ta 15 ta ketadi. Bitta pachkani shuni ichib olasiz. Hatto nerpatolog palonchi yaxshi desa, o'shga borganman-da, hamma yoqqa. Keyin 6 oy davolandim, yaxshi bo'ldi. Yana og'ridi, yana 6 oy davolanib, keyin karbamazepin ichdim. Avval yarimta ichardim. Keyin 2 yildan beri ko'payib ketdi hozir endi. Nechtaga chiqib qoldi kuniga? 2,5 ta. Dori olib, ukol soldirgan vaqtlarida qo'yib yuradi. Ukolning kuchi ketgandan keyin og'riydi. Og'riydi. Hozir nima dori ichyapsiz? Menepsin. Millipsin ichyapsiz. Necha mahal ichyapsiz buni? 3 mahalga o'zgartdim. Oldin bir mazgil ichib yurgandim. Bitta tabletkadan 3 mahal ichasiz. Lekin shu dorini kamaytirsangiz yoki ichmay qo'ysangiz og'riydi. 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 5 yil ichida ancha ukollar oldim. Xo'p. Nerv shamollashi deb Xo'p. dorilar ichdim. Blokada qildim. Qayerda qilishdi blokadani? Termiz. Hozir nima dori ichyapsiz? Hozir karbamazepin Necha mahal ichasiz? 2 mahal, Bittadan 2 mahal. 3 tadan. Yana og'riq boshladi. Og'riq boshlandi. Operatsiyadan keyin holatlaringiz yaxshimi? Yaxshi bo'ladimi kechqurun? Yaxshi uxladimmi? Ovqatlarni bemalol yedingiz. Menga o'xshagan bemorlarga albatta kelingizlar shu yerga. Dardlaringizga shifo topasizlar. Kecha operatsiya bo'ldingiz, xudo xolasa. Hozir og'riq yo'qmi? Yo'q, og'riq yo'q. Rahmat sizlarga. Havas qilib keldim. Shu yerdan davo topdim. Rahmat. Hozir og'riqlaringiz yo'q-a? Yo'q, yo'q. Mana kecha Xudodan so'rab operatsiya qildingiz sizni. Xudo shifo berdi. Holatlaringiz qanaqa hozir? Hozir ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Og'riq yo'q-a? Yo'q, og'riq yo'q hozir. Yaxshi. Nonushta qildingiz bemalol. Bemalol ovqatlandim. Operatsiya bo'lgan joyi Xudo xolasa mana shu ozgina iz bor xolos. Mana operatsiya bo'lgan joyingizni ham men hozir o'g'lingizga ko'rsatib qo'yaman. Operatsiyangiz o'rnini bu topolmaydi hozir borsangiz. Uyga borganda o'zi ham topolmay qoladi mana hozir operatsiya bo'lgan joyi. Sizlar ham salomat bo'lsin. Kasblaringizga rivojini bersin. Hamisha sog' bo'lib, mana shu insonlarga shunday ishlar qilishda hech ham charchamangizlar.